ISFT institutida bank ishi va audit yo'nalishiga qabul boshlandi. Moliyaviy tashkilotlarda ishlashni, bank tizimining yuragida bo'lishni va yirik kompaniyalarda audit olib borishni xohlaysizmi? Unda siz uchun eng to'g'ri tanlov ISFT institutining bank ishi va audit yo'nalishi. Bu yo'nalishda siz bank tizimi, moliyaviy monitoring va boshqaruv asoslarini o'rganasiz. Ichki va tashqi audit jarayonlarini chuqur o'zlashtirasiz. Investitsiya va moliyaviy tahlil qilish ko'nikmalariga ega bo'lasiz. Moliyaviy tashkilotlarda yuqori lavozimlarga yo'l ochasiz. ISFT instituti xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan bo'lib, siz qo'lga kiritadigan diplomingiz Yevropa va Osiyoning 70 ta davlatida tan olinadi. Bu esa bankir uchun juda muhim. Darslarimiz xalqaro darajadagi standartlar asosida o'tadi. Siz bu orqali ham mahalliy, ham xalqaro standartlar asosida tayyor bo'lasiz. Bu yo'nalish bitiruvchilari bank xodimi, auditor, moliyaviy tahlilchi, investitsiya maslahatchi sifatida faoliyat yuritadi. Hozirda ISFT instituti talabalari yirik banklarda o'z faoliyatlarini yuritishmoqda. Qabul davom etmoqda. Bank ishi yo'nalishida o'qishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, hoziroq quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting yoki ushbu raqamlarga murojaat qiling. Mutaxassislarimiz sizga to'liqroq ma'lumot berishadi.